Nevgerler Məstlikdə yeyişilib qarsam Məxtumsula dengizning qarşı tarafiga o'tib bo'pti. Ular nima qilishni bilolmay vaqirashqa boshlabdi. "Bolalarim bu tarafda qoldi. Chopsan qaytib kelgin" deb vaqirishib ketibdi. Məxtumsulaning cho'ng bolasining ismi Aqar, kichik bolasining ismi Cho'kar ekan. Məxtumsula: "Undaq bo'lsa, cho'ng bolamni daryoga tashlanglar. Men uningga chidamay u tarafga o'tib qolarman" debdi. Navkarlar cho'ng bolasini daryoga tashlabdi. Məxtumsula uningga parvo qilmabdi. Navkarlar kichik bolasini daryoga tashlabdi. Bu Məxtumsula bakmi ig'ir gapdi va "Hey bulanchilar, men sizlarga hech narsa qil Hey bulanchilar, men sizlarga hech narsamni qo'ymadim. Endi men muradim hosil bo'ldi." Navkarlar nima qilishni bilolmay tangirqab qoldi. Məxtumsula tangirqab qoldi. Ular daryodan qarshi tarafga o'tishga qo'rqibdi. Məxtumsula aksini izlab mengibdi. Mana go'zal yayloqqa yetib kelibdi. U yerda bakmi jiq tugilar bor ekan. Məxtumsula kishilardan "Bu kimlarning tugisi?" deb so'rabdi. Kishilar "Bu Chuntimir degan qarg'uning" deb javob beribdi. Kishilardan nima uchun qarg'u bo'lib qolganligini so'rasa, kishilar uningga "Singlisini o'ylab, to'la yig'lab qarg'u bo'lib qoldi" debdi. Məxtumsula bu kishining qoldi debdi. Məxtumsula "Bu kishi hozir nerda?" deb so'rasa, "Hech kishi bilmaymiz" deb javob beribdi. Məxtumsula doim izlab mengishni davomlashtiribdi. Mana oxir bir padichi bolani ko'ribdi va uningga "Jinim ukam, bu Chuntimir nerda? Menga aytib bergan bo'lsang" deb yelinib yoldirib yig'labdi. Bu bola: "Men Chuntimirning bor yerini bilman, ammo men seni uning boshlab borsam padillarim kim boqidi? Padillarim yutib kelsa men qanday qilman?" debdi. Məxtumsula: "Men sening padillaringga qarab turay. Sen akamga mening ekanligimni aytqin. Agar akam ishonmasa, bu almani akamning ko'ziga surtgin" deb bir almani padichi bola beribdi. Padichi bola almani olib yo'lga ravon bo'libdi va Chuntimir Boturning yeniga kelib, singlisining uni izlab kelganligini aytibdi ekan. Chuntimir Boturning hech ishongisi kelmabdi. Shu aman padichi bola: "Almazarning almasi, Məxtumsulaning xaltisi, Məxtumsula bo'lmasa qaydan kelar xaltisi" deb almani Chuntimir Boturning ko'ziga surkabdi. Uning ko'zlari shu aman vallada ichilibdi. U bolaga cho'ng rahmatlarni aytibdi va bol bilan birga Məxtumsulaning qishiga kelibdi. Aksingil qarindoshlar yig'ilishib ko'rishibdi. Shuning bilan ikkisi ömrüning oxirigacha xushal yashapti. Aqlliq bolalar, bugungi cho'chak o'qib berish soatimiz mishada yaqinlashdi. Kelar ketim ko'rishaylik.